Shu kunlarda an'anaviy Barkamol avlod bolalar respublika festivalining tuman bosqichlari davom etmoqda. Zarbdor 90 kunlik tadbirlar bilan uyg'unlashib ketayotgan mazkur festival Xo'jaobod tumanida ham yuksak saviyada ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Hozir shu haqda 300 nafardan ko'proq o'quvchi yoshlarni qamrab olgan festivalda har bir yo'nalishdagi ishtirokchilar ota-onalari, ustozlari yonida o'z bilim, salohiyatlarini namoyish qildilar. Madaniyat va san'at yo'nalishidagi o'quvchilar o'zlari chizgan betakror rasmlar yoki milliy liboslar bilan, texnika, konstruktorlik va modellashtirish yo'nalishi faollari kattalarni hayratda qo'ygan ixtirolari bilan, hunarmandchilik va qo'l mehnati yo'nalishi o'quvchilari ko'zlarni qamashtirgan munchoqli bezaklari bilan, oliy ta'lim yo'nalishi o'quvchilari esa mental arifmetika, xorijiy tillarni qanchalik o'rganganliklarini ko'rsata oldilar. Buni o'tkazishdan asosiy maqsad shu yoz mavsumida barcha o'quvchi yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida hamda shu yerda targ'ibot ishlarini olib borish maqsadida bugun 7 ta yo'nalish bo'yicha Barkamol bolalar festivali o'tkazilyapti va tadbir oxirida shu festivalda faol qatnashgan va g'oliblarni taqdirlash marosimini o'tkazamiz. Maqsadimiz shu bolalarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish hamda yangi o'quv yiliga sog'lom tarbiyalash maqsadida shunday tadbirlar o'tkazib kelyapmiz. Bugungi kunda Xo'jaobod tumanidagi maktablarning eng iqtidorli, izlanuvchan o'quvchilariga ilmu hunar o'rgatayotgan maskanda 400 dan ortiq yoshlar 20 ga yaqin ustozlar ko'magida o'z yo'nalishlarida katta marralar, muvaffaqiyatlarga erishmoqdalar. 21-maktabdan munchoqli bezak yo'nalishida o'quvchilarimizni olib keldik. Ularni o'zlari qo'lida yasab kelgan ishlari bilan qatnashyapmiz. Dolzarb 90 kunlik doirasida bunaqa tadbirlar ko'proq o'tkazilgani yaxshi ekan. Bolalarimiz ham bo'sh vaqti unumli o'tadi. Bu festivallarda bolalar o'zlariga kerakli narsalarni oladi, qiziqishi bor to'garaklarga jalb qilinadi o'quvchilar. Maqsadimiz yozgi ta'til davomida o'quvchilarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va ularni hunarga, kasbga yo'naltirishdan iborat. Men hozirda bu sport bilan 4 yildan beri shug'ullanaman. Viloyat chempionatlari, ochiq chempionatlar, xalqaro chempionatlarda faxriy o'rinlarni olib kelaman. Kelajakda jahon chempioni bo'laman. Yig'ilganlarga bir olam shodlik, quvonch ulashgan festival so'ngida g'oliblarga, shuningdek, o'quvchilari respublika bosqichlarida ham yaxshi natijalar ko'rsatib kelayotgan to'garak rahbarlariga faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi.